yo'l ta'minoti bilan shug'ullanayotganlar qanaqa ishlayapsizlar? O'zi men hozir mana yamaga tushdim. Balonim diskasini qiyshaytirib yubordi, lekin normalniy qayerdandir yirtildi-da, mana qaranglar. Normalniy yirtildi. Buni menimcha o'sha tiklaban bo'lmasa kerak. Diskalarni qirib tashadi. Xullas 8 qilib qo'ydi diskani. Bu birinchisi, bu oldi. Orqani qaranglar. Orqa ham xuddi shunaqa yirtildi, mana yirtilgan joyi. Xullas bo'ldi, yangi balonga tushdim desa ham bo'ladi. Xullas men bu ishni oxirigacha olib boraman. Yamani ham ko'rsataman. O'zi uchrashuvga ketayotgan paytim mana shunaqa vaziyatga tushib qoldim. Mana Samarqand darvozani chorrag'asi bor, o'sha Samarqand darvozani chorrag'asidan sal nariroqda temir yo'l reysidan qanday katta yama paydo bo'lib qoldi. Yamani o'zi mana Samarqand darvoza chorrag'asidan sal o'tganda Rano degan magazin bor. Xullas ham 16 etajli qurilganmi, bilmadim. Hozir men ko'rsatib ketaman ataylab. Mana shu yamaga tushdim. Qirrasi juda ham o'tkir. Mana shu yamani hozir $600 ga tushyapman. Endi qani bu yerda haqiqat, kim menga qoplab beradi? Biladiganlar yozib yuboringlar. Bu narsa